Interval ochlik nima degani qanaqa qilinadi? Buni har xil sxemalari bor. 16 ga 8, 18 ga 6, 20 ga 4 va 23 ga 1. 16, 18, 20, 23 turgan joyda hech narsa yemisiz. Hattoki limonli asalli suv ham ichmaysiz. Faqat yana toza suv ichiladi. Qora kofe, choy ham ichish mumkin. 8, 6, 4, 1 ovqatingizni shu vaqt ichida yeb olishingiz kerak. Shu vaqt ichida yeb olishingiz kerak degani bu chekingiz tinmay yopilmasdan narsa yeyish mumkin degani emas. Shunchaki shu pishoyak non ichida yeyish mumkin. Masalan, men shu sxemada 1 yildan beri ovqatlanib kelyapman. So'z 12 da ovqat yeyishni boshlayman, 6 gacha yeb bo'lgan bo'laman. Lekin shu 6 soat ichida men faqat 2 mahalgina ovqatlanaman. Strogo perkuslasiz. Bir xilda vaqtim to'g'ri kelmasa soat 2 da yeyman. Esingizda tursin, shu vaqt ichida yeganingizda defitsit kaloriya bo'lishi shart. Agar defitsit bo'lmasa, siz umuman ozmaysiz. 16 ga 8 sxemasi uncha effektivni hisoblanmaydi. Bu oddiy odam ovqatlanishiga o'xshaydi. Shuning uchun ozishga 18 ga 6, 20 ga 4 maslahat beriladi. 23 ga 1 esa bu kuniga faqatgina bir mahal ovqat yeyiladi. Bilasizlar, men bir oy shu sxemada ovqatlanganman. Bu omad deyiladi. 1 meal a day. Shu bir mahal ichida ko'p narsa yemaysiz. Shuning uchun defitsit kaloriya bo'ladi. Yozish boshqa sxemalarga qaraganda osonroq bo'ladi. Menimcha hammasini tushunarli qilib ko'rsatib berdim. Agar savolingiz bo'lsa, albatta yordam beraman. Savob bo'linglar.